boshlayman. Darvozabon ikkinchi raqamda Sunnatjon Anvarov. Uchinchi Olimjon Vohidov birinchi to'rtlikdan o'rin egallagan. 4 ta o'yinchi imkoniyat berishmadi. Yaxshi o'tib ketdi to'p, darvoza bo'sh. Darvozabon oyoqlari orasidan Rahmatullayev. Ikkalasi ham zaxiradagi darvozabonlar. Mana qarang, to'pni ko'tardi-da yuqoriga. Shuni past hozir uchalasi bir-birini ancha yaxshi tushunib harakat qilishdi va shuningdek Asilbek Isroilov ham mana shu to'rtlikdan joy egallagan. Va yaxshi imkoniyat hozir. Shunday tezkorlik bilan aldab o'tdiki raqib o'yinchisini. Qanday seyf amalga oshiryapti hozir Diego do Nascimento. Darvozabon boshlab bergan hujum mana to'xtatdi va zarba berdi. Burchakka kirib ketayotgan to'pni futbolchi esa to'pni biroz yuqoriga ko'tarib yubordi. Muzaffar Abdukarimov. Barobar ulgurib qolishdi. 8 darvoza to'ridan javob. Barobar tomon olib o'tayotganda futbolchi oyog'ini cho'zishini ham hisobga olgan. Hammasini hisobga olgan. To'pni o'tkazsa bo'lardi. Yaxshi zarba darvozabondan seyv. Burchak zarbasi. O'tmadi Bunyodkorning hujumi. Yaxshi imkoniyat bor. Darvozabon o'z vaqtida chiqdi. Darvozabon to'pga chiqdi. OKMK ikkinchi durangini qaytib yonginasidan o'tib ketdi. Yana bir hujum. Bu safar darvozabon to'pni qaytarmoqda. Haydarxo'jayev bitta qadam tashlab olishi mumkin. Diego qutqardi. Nimalar bo'lib ketdi, mana qarang. To'g'rilab olgan ekan, lekin bitta qadam bilan Isroilov bo'sh turibdi. Isroilov zarba, darvozabon to'pni egallab oldi. Qaytarildi to'p. Hujum esa davom etadi. O'tmadi to'p. Bunyodkor himoyada.